3 yil IT sohada ishladim dedingiz. Kontrakt to'lab, 3-kursda tashlab ketishga uydagilar qarshilik qilmadimi? Hamma reklama qilib, oson pul topish, bunaqa degan. Aynan motorpani tanlashingizga nima sabab bo'lgan? Har bitta narsa plan bilan ketilgan, rejalashtirilgan. 1,5 yil ichida daromadingiz qanaqa o'sdi? Kosmetolog deganda butun O'zbekiston qanaqa tushunadi bilasizmi? Pishirganlar, mana bunaqa skula chiqqan, yasama bashara. Baza kursi narxi $1000. Qancha vaqtda o'zini oqladi? 1 oyda. Kursdan oldin kutuvlaringiz qanaqa edi? O'sha kutuvlaringiz qanchalik o'zini oqladi? Zonaga qanaqa yuzi qanaqa qismiga necha gradusda tiqilishi, bemalol ko'zni yumib igolkani tiqib chiqadigan ham bo'lar ekansizda. Fillarlarning otasi deb tan olingan Hasan Galadarining darslariga borganmiz gruppa bilan. Hamma pro kursdagi o'quvchilarni shunaqa chet elga olib chiqishadi malaka oshirishga? Hammasini. Har bitta potokda. Kuniga nechta mijoz qabul qilasiz? Mani oldimga ko'p qizlar keladi, labim katta bo'lsa, labim katta. Mani o'zimga yoqmaydi, tabiiy, naturalniy, естественный narsa xohlayman-da. Bugun Muattar opani pro kurslarida o'qigan shogirdlardan yana bittasi Anora bilan suhbat qilamiz. Anora, xush kelibsiz. Sohaga kirib kelishingiz qanaqa bo'lgan? O'zimni qiziqishim ham bo'lgan bu sohaga kirib kelishimda. O'rtog'im bilan birga ishlaymiz degan maqsadda kirib kelganmiz. Lekin o'zim o'qib, malaka oshirib ishlab ketdim, lekin o'rtog'im ozgina problemasi bor edi, o'qa olmadim. Qarang, 3 yil IT sohada ishladim dedingiz, o'qidim dedingiz, to'g'rirog'i. 3 yil emas, 4 yil bo'lsa kerak. Kontrakt to'lab, kurslar pul to'lab, 3-kursda tashlab ketishga uydagilar qarshilik qilmadimi? Qilishgan. Lekin o'zimni xohishimga ham ko'proq qarashadi, uyimdagina. Nimani xohlasang, shuni qilgan. Ko'zing yetgan narsani qilgan deb. Lekin IT sohasiga o'qishimdan oldin ham aytdim-ku, institutga kirishimdan oldin Bobur Akilxonov kurslarida borib o'qiganman. O'sha paytda ham ko'zim yetadi, o'qiyman deb turib oldim. Lekin sal qiyinchiliklar bo'lsa ham o'qigan edim. Bobirga ham injinierskiy shu bo'lsa kerak deb, oxir o'zimga yana ham yoqib ketgani uchun kosmetologiyaga kirib ketdim. O'zi ITga nimaga kirdingiz-ku, keyin kosmetologiyaga nimaga o'zgartira oldingiz? ITga to'g'risini aytavering. ITga hamma reklama qilib, oson pul topish, bunaqa degan. Unchalik ishlamaysan, 24/7 xohlasang ishlaysan, chunki menga kimdir buyruq berib tepamda ish qildirish yoqmaydi. Kimdir qo'lda ishlashim yoqmaydi. U paytda kosmetologiya deganman, unchalik to'g'risini aytsam, qanaqadir yurak tortmagan vaqtda kosmetologiyaga. ITga zo'r tortgan. Birdan kosmetologiya bo'lib ketib qoldi. O'zi nimaga bilan qaror qildingiz? Yurak jizillagan narsaga. Yurak prosta jizilladimi? Hech qanaqa sabab bo'lmadi. Xudoning o'zi shuni xohladi. O'sha o'zingiz xohlagandek kasbmikan? Qanaqa ishlayapsiz? O'zim xohlagandek kasb. Misol uchun ITda Muattarban o'zlarining ham shunaqa podkastlari bor edi-ku. Ishlaysiz, o'lib tirilib ishlaysiz, lekin hech kim sizga rahmat aytmaydi. Yoki bunaqa narsani bunaqa qilib qo'yding, shuncha yillardir to'g'rilamagan edim deb kimdir sizga rahmat aytganini ko'rmadim-da. Ishlaysiz, ish ketidan ish bo'ladi ITda. Kosmetologiyada yosh kattalar keladi, yuzim slishkom quruq, osilib qolgan. Ularning yuzini lecheniya qilaman, lekin ular shunaqa duo qilishadi, odam o'zi maza qiladi oxirida. ITda hech kim sizga rahmat aytmaydi. Rahmat aytmaydi umuman. Qaytaga programmani o'zi, sun'iy intellekt o'zi xatolarni topib beradi. Sohaga kirganingizga necha yil bo'ldi? 1 yildan oshib, 1,5 yil shunaqa bo'lyapti. 1,5 yil ichida daromadingiz qanaqa o'sdi? Agar sir bo'lmasa, ayta olasizmi? Daromadim ancha o'sgan. Qancha? Oyiga mayda-chuyda rasxodlarimni o'zi yaqinda hisoblab chiqdim. Yozib yuraman. $1,500 rasxodlar. Undan tashqari oldimda yo'q deganda $1000 shunaqa qoladi. Endi bu meloch narsalarni. Demak, taxminan 2,5-3 ming topasiz, 1000 atrofida qoladi sizga foyda bo'lib. Lekin shunda ham mana jon berib ishlamayman. Nasrinamga qarab, aytdim-ku, tepamda kimdir ish qil desa yoqmaydi, lekin o'zim xohlagan paytim kelib ishlab ketaman. Xohlagan payt ishlab, xohlagan payt ishlamay, demak $1000 foyda qilasiz. Rasxoddan tashqari. O'zi aynan Muattar opani tanlashingizga nima sabab bo'lgan? Birinchi baza kursda o'qidim dedingiz, keyin pro kursda o'qidim dedingiz. Boshida baribir qanaqadir tanlov bo'ladi-yu. Kurslarni ko'rib chiqasiz, solishtirib chiqasiz. Ko'p joylarni solishtirdim, даже baza kursda ham. Muattar opaga kelganingizda kursga yozilishdan oldin birinchi Muattar opani o'zlari bilan gaplashganmisiz? Yo'q, administratorlar bilan gaplashganman.
kursga yozildim ham, и darsga keldim. U paytda ham o'zlarini ko'rdim. Kosmetolog deganda butun O'zbekiston qanaqa tushunadi bilasizmi? Ishirilganlar, mana bunaqa skula chiqqan, yasama bashara. Shunaqa. Men ham shunaqa tushunaman. Dermatologiyaga borganimda shu narsani ko'rdim o'zim. Lekin mod terapiyada bunaqa narsani ko'rmadim. Ular klientlar bilan ishlaydilar, klientlarning odzivini ko'p ko'rdim. Profillarni necha marta kuzatib chiqdim dars boshlanishidan oldin. Chunki menda shunaqa narsa bor, qayergadir borib to'lov qilaman, o'qiyman deymanda, keyin boshlanishdan bir kun oldindan fikrim qaytsa borib o'qimayman. Lekin mod terapiyani tinmasdan ko'rdim. Klientlardan odzivlarni eshitdim. Shunaqa narsa, har bitta narsani doskонально tushuntirishlarini. O'zi qayerdan topdingiz? Sizga kimdir maslahat berdimi yoki Instagramdanmi? Instagramdan. Aytdim-ku, yaqin o'rtog'im. Bir-birimizni tortib yurardik. Biz bunaqa qilamiz, biz bunaqa qilamiz deb u bilan ko'rdik. Baza kursi narxi $1000. Pro kursi narxi o'sha paytda adashmasam $5000 bo'lgan. Birinchi patok 1 yil oldinmi? Buni to'lash qanaqadir ma'noda sizni o'ylantirmaganmi? Qancha vaqtda o'zini oqladi? Baribir kichkina summa emas. Baza kursini bitirganimdan keyin ham sразу ishlab ketdim. Даже baza kursida ko'plar uncha narsani o'rgatmaydi deb gapirib aytishadi-ku, yomonlashadi-ku. Kosmetologlar orasida shu narsa bor ekan, shunda menga kelsin, men o'zim senga zo'r o'rgataman, u umuman bilmaydi. Bilmagan narsasini ham yomonlab unga bormagan, menga kelgin deydiganlar bo'lar ekan. Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Даже bitta kosmetolog o'zi bilan gaplashganman, u ham xuddi shunaqa degan. Hamma aytadi-ku, uni yomonlaydi-ku, umuman lab qilishni bilmaydi yoki nimadir yuzi to'g'ri lecheniya qila olmaydi deb. Baza kursda o'qib yurganimda ham shunaqa gap bo'ldi. O'sha qaryapman, o'qiyapman. Sразу ana чистка darsi bo'lib ketdi. Чисткаdan keyin men yana sразу uyga borib, чистка narsalarni endi bir ikkita ozgina sotib olib bo'lsa ham unda ham ishladim. Baza kursini o'sha bitirib olman, unda ham ishladim. Даже baza kursini bitirganimdan keyin o'sha bemalol nits qo'yadigan bo'ldim. Kurs pulini qancha vaqtda chiqardingiz? Baza kursinikini 1 oyda. Pro kursi narxi pulinichi? Pro kursi puli eng qizig'i $3000 uyimdagilardan olganman. Qolgan 2000ni pro kursda o'sha o'qib yurgan paytim ishlab maksimum 1,5 oyda o'sha pro kursning qolgan pulini oxirigacha yopganman. Xo'p, kursdan oldin kutuvlaringiz qanaqa edi? O'sha kutuvlaringiz qanchalik o'zini oqladi? Kursdan oldingi pro kursini ayta qoling. Xuddi shunaqa. Pro kursda lekin ancha-muncha. Chunki men bunaqa bemalol odam yuzini shakli, anatomiyasini tushuntirishadi-ku pro kursda. Yuzini shakli, qo'li bilan ushaganda qaysi muskulga tegishi, qanaqa zonaga, qanaqa yuzi, qanaqa qismiga necha gradusda tiqilishi, bemalol ko'zni yumib igolkani tiqib chiqadigan ham bo'lar ekan-sizda. O'sha narsani ko'rdim. Sal qo'rquv bo'lgan lekin boshida. Prokurpada o'qib yurgan paytimda. O'qib chiqqaningizdan keyinchi? O'sha o'qiyapman, birinchi oyda hali ham qo'rquv bor, что botoksda manaman degan kosmetologlar ham ko'zga putos qo'yadi. Manaman degan kosmetologlar ham botoksda putos beradi ko'plarniki. Men o'zim ko'rganman ko'zim bilan. Botoks darsini o'tishyapti, shunaqa sohalarda ishlaysan deyishyapti. Yiqyapman, lekin haqiqatan zo'r. Qo'rquvimni o'sha birinchi pro gruppada mod terapiyani o'zlari qo'limni o'shatib qilganlar-da, eng qizig'i. O'sha yerda qolib ketdi keyin qo'rquv. Даже o'zim ham yuzimga bemalol nimadir olib, bemalol tiqib o'tiraman. Даже bez obezbolka ham ishlasa bo'lar ekan. Mod terapiyadan oldin yoki keyin boshqa kosmetolog kurslarida o'qiganmisiz? Yo'q. Mod terapiyani o'zida o'qib, 1 yildan buyon ishlab, yaxshi daromad qilib yuribsiz demak. Men mod terapiyani o'zlarida ularning qo'llarini olib, hamma narsani o'rganib, chunki u shoxdan bu shoxga sakrab yurgan odam oxirgacha shunaqa turadi. Qaytadir master klass bo'lsa, unga yugurib borib, lekin men unaqa qilmadim. Shunisiga ham shukr. Mod terapiyani o'zlarini oldilarida o'tirib, yaxshi gaplashib, erkatosh shogird bo'lsangiz ayniqsa. Даже yarim kechasi soat 12da yotsangiz ham 12da ответ keladi mod terapiyada. Shunaqa problema, nima qiling ustoz, siz bo'ldi.
ustoz ham erinmasdan doston yozib beradi. Mana shuncha doston keladi-da, shunaqa holat kuzatiladi, shunaqa qilasiz deb. 24/7 aloqadalar. 24/7 aloqadalar. Boshqa o'qituvchilar aytadi-ku, misol uchun, bo'ldi, men bitirdim, o'zing yo'ling topib kel deydi, lekin muhtarab unaqa emas. Sizlarning patologlarda necha kishi o'qigan? 8 kishi. Nechtasi hozir ishlab natijaga chiqqan, ishlab yuribdi? 8 kishi o'qiganmiz, 8 tamiz. Buxoroda, Farg'onada, Samarqandda, hamma joyda bor, lekin har bitta viloyatdan olib chiqqanlar. Hozircha 7 tamiz ishlayapmiz, bittamiz uzatilib, turmush o'rtalari qo'ymaydi ularda. Demak, 8 tadan 7 kishi agar o'z ularni ishini topib ketgan. Agar ularni ham turmush o'rtalari qo'yganda, ular ham ishlardilar. Chet elga chiqqanmiz dedingiz, o'quvchilar bilan, aynan o'sha 8 kishi bilan. Qaysi davlatga chiqqansizlar, nima maqsadda chiqqansizlar, qanaqa bo'lgan? Pro-gruppanda dogovorida shunaqa yozilgan edi, что boshqa davlatga malaka oshirishga chiqish kerak degan. O'sha narsani bilib qo'l qo'yganmiz. Dubayga butun dunyo bo'yicha fillarlarning otasi deb tan olingan Hasan Galadarini darslariga borganmiz gruppa bilan. Haqiqiy student bo'lganmiz. Bu yerda o'zimizcha oliftalanib hammamiz mashinalarda kelib, uyga borib yuradigan odam, Dubayda haqiqiy student bo'lib, tramvay, metroda yurganmiz. Taksi bo'lmaganmi? Taksi bo'lgan, lekin biz bilmaymiz, haqiqiy student bo'lish xohlaganimizda shunaqa qilganmiz. Eng qizig'i, darsdan keyin aylanishga vaqtimiz kam, lekin biz darsdan keyin endi Babirgam Dubayga birinchi marta borganmiz. Kecha soat 2-3 gacha uxlamasdik. Ertalab kelgan yana vaqtli turib, hammamiz zo'rg'a ko'zimizni ochib darsga ketganmiz. Hamma pro kursdagi o'quvchilarni shunaqa chet elga olib chiqishadi, malaka oshirishga? Hammasini. Har bitta potokda. Endi boshqa davlatda malaka oshirib kelgan ham kim dars o'tishiga ham bog'liq-da menimcha. O'sha klinikani o'ziga Muhtaram Xo'jayevlarning o'zlari olib borib, bitta-bittalab bizning darsdan chiqishimiz kutib o'tirganlar. Dubayda nima yangilik bo'lgan sizga? Qanaqadir wow deydigan narsalar bo'lganmi? Fillarlar bo'yicha dars o'tilgan bo'lsa, yo'q, lekin chunki Dubayda o'sha Galadari o'tadigan narsani Muhtaramning o'zlari bu yerda necha xil fillar bor, qaysi fillar qanaqa bo'ladi, hamma narsasini o'tib o'rganlar. Dubayga prosta aylanishga chiqgansizlar. Prosta aylanish deb aytish ham kerak emas-da buni. Chunki kosmetologiyada hammasini o'zlari o'rgatganlar. Yozdiradilar-da. Daftarni ko'rganmisiz? Bitta qiz rasmi turadi. Ko'rganman. Qaysi fillar rangi bilan chizdirib, qaysi fillar shunaqa zonaga qo'yiladi, qo'yilishi mumkin emas bo'lgan zonalar, hammasini o'zlari o'rgatganlar. Foydasi tekkanmi o'shani? Ancha, haligacha deydi. Qaysi davlatga malaka oshirishga boraman desiz, Muhtaramning o'zlari o'sha darslarni o'tib ham beradi, chunki hamma joyga borib kelganlar. Boshida kirganingizda qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan? Misol uchun, birinchi mijoz qabul qilganda va boshqacha emotsiya, boshqacha nimadirlar bo'ladi. Lekin menda qiyinchilik bo'lmagan, bilmayman. Odamlar bilan yaxshi til topishib ketaman. Qanaqadir kulib gaplashaman, klientlar bilan kulib gaplashadi bo'ldi. O'sha birinchi mijozingizga xizmat ko'rsatganda qanaqadir qiyinchilik bo'lmaganmi? Yo'q. Odam hammasi tekis bo'lgan. Men bilmayman, boshqacha mehrim kosmetologiyaga bo'lgan, o'shancha haligacha qaysidir klientim, qaysidir mijozimdan qanaqadir problema yoki o'xshata olmabsan, qila olmabsan degan narsani eshitmayman. Kuniga nechta mijoz qabul qilasiz? Oyiga nechta? Kuniga emas, endi oyiga deb hisoblasa ham, mayli kuniga minimum 3 ta yoki 4 ta bo'ladi. Oyiga 100 ta atrofida. Oyiga 100 ta atrofida. Chunki yakshanba kuni ham bir xil paytda odam chaqirib qolaman. Ko'p kosmetologlar klient yo'qligidan, klient chaqira olmaganidan qanaqadir ma'noda qiynalishadi. Hozir 100 ta klient deyapsiz, oyiga bu menimcha normal bo'lsa kerak. Kursda bunaqa narsalar ham o'tilganmi? Klientni oyiga 100 ta 100 xil klient emas. Bizning kursimizda doimiy klient. O'sha narsalarni ham o'tishgan. Kursda darja SMM target hamma narsasini o'tishgan. Klient chaqirish hammasi o'tilgan. Klient Instagramdan sizga murojaat qiladi. Siz o'sha klientni yaxshi muomala bilan gapirib, o'sha mijozga yaxshi muomala bilan gapirib, ko'rsatkaga yotqizib olishingizgacha chaqirib oling, keyin o'zingiz nima qilsangiz qilasiz. Target yoqishni o'rgatishgan. Instagramingiz bor? Bor. Nechta obunachi? Men hali qanaqadir gib yoki nimadirlarga aniq bo'lmaganman, lekin 3200 tami shunaqa.
pastda qoldirib ketamiz. Qarshi bo'lmasangiz. Mayli. Kursdagi eng qiziq voqeani aytib bera olasizmi? Bitta ikkita esingizda qolib ketgan bo'lsa, aynan pro kursda. Prokursda har doim qiziq voqea bo'lgan. Resepsiyonda bitta ishlaydigan qiz bor edi. O'qimagan hech qanaqa kursda. Oddiy resepsiyonda ishlab, уже man kosmetologman deb chiqib ketdi. O'qimagan, diplom. O'qimagan, diplomi yo'q, chunki mo'tarab uni ishdan haydab yubordilar, ishdan ketkazib yubordilar, to'g'risi. U klient olib yuribdimi hozir? Ha, ishiga nisbatan mas'uliyati yo'q edi. Resepsiyonda ishlayotgan qiz edi oddiy. Ha, resepsiyonda ishlab, hozir klient olib yuribdi, chiqib ketdi. Hech qayerda o'qimagan. Umuman o'qimagan. Prosta kimgadir shogirdligi tushganda diplom bormi, boshqa narsa, prosta sertifikat hozir hech narsani hal qilmaydi. Ha, sertifikat ham soxta sertifikat. Sertifikati ham soxta. Bitta nima, hozir motorapani kursini bitirmagan, hech qayerda o'qimagan, prosta resepsiyonda o'tirib, ishlab ketib, hamma yoqda o'rganib olganda, chiqib ishlab yuribdi. Yaxshi. Sizlar ham resepsiyonga ishga kiringlar unda. Va biznes plan zo'r-da. IQ juda baland o'qilsa demak. Kursga pul to'lamaysizlar. Ham pul olasizlar, ham o'qib, ham. Prosta model bo'ldim sizga deydi, nimaga nima qo'shishingizni ko'rib oladi, bo'ldi, tavakkal kelgan odamga qilib yuradi. Rostlanadi, diplom bo'lmasa vaqt bo'lmaydi. Umuman bo'lmaydi. Diplom uchun imtihon topshirasizlar, adashmasam. Ekzamen uchun Sardor Sunnatullayevich o'ziga imtihon topshirganmiz. 3 xil savol chek tortiladi. Eng qizig'i ularning o'zlari что ba'zi kursda nima dars o'tilgan bo'lsa, undan ham ko'p narsani biladilar-da. Sani biliming kam, yana o'qib kel. Menga shunaqa deganlar o'sha paytda. O'tirib tayyorlanib boshqatdan kirasiz deb. Ha, imtihondan yiqilib, keyin yana qayta topshirgansiz. Shunaqa desa ham bo'ladi. Chunki men u paytda o'zi ko'p narsani bilaman, oldindan qiziqishim bor deb yurardim. Lekin mendan ko'p narsani bilganlar. Kelajakda rejalar qanaqa? Aynan karyera bo'yicha. Kelajakdagi shu planlarim tabiiylik tarafdoriman. Muattar Muhiddinimdan o'zlari ham shu taraflardan poddashka qiladilar hammani. Tabiiy bo'lishi kerak. Fillerlar уже chiqib ketgan. Fillerlarni hozir uncha ishlatmaydi. O'zbekistonda trendda-ku. O'zbekiston, Qozog'istonda trendda dedilar, lekin boshqa davlatda chiqdik, bildik, ko'zimiz bilan ko'rdik. Boshqa davlatda uncha odam filler qilmaydi. Haqiqiy Yevropadagi odamlar. O'zbekiston, Qozog'iston fillerlarni sevadi. Men oldimga ko'p qizlar keladi, labim katta bo'lsa, labim katta. Men o'zimga yoqmaydi, tabiiy, naturalniy, естественный narsa xohlayman-da. Kimgadir havas qilib kelsa kerak-da ular. Xunuk ko'rinadi. Suvda cho'kmaslar. Pro kursda o'qimoqchi bo'lib, o'ylanib yurganlarga tavsiya qilasizmi? Albatta. Qanaqa tavsiya qilasiz? Guljahon opani aytib keta qoling. Guljahon opa pro kursini o'zini bitirganida Guljahon opa menga yozganlar, o'qimoqchiman, maslahat bering deb. Men o'zim ikkinchi potokda o'qiganlar. Ular ikkinchi potokda o'qiganlar. Ularga o'zim aytganman, что zo'r, haqiqiy professionalniy kosmetolog bo'lasiz. Shu pro kursda o'qing. Hali meni aytdi deysiz, afsuslanmaysiz, tikkan pulingizga ham deganman. Yonimda ishlab yuribdilar. O'zingiz bilan o'quvchi ham olib kelgansiz. Lekin rostdan ham o'qishga arzidigan joy, o'qishga arzigulikisi bo'ladi-da. Chunki bizning diplomi, даже MS diplomi Dubayda ham o'tadi deyishdi. Amerikada, Moskvada o'zim bordim, что malaka oshirishga bitta yaxshi klinika bor, dermatologiskiy. MS diplomini rasmini ko'rsatdim. Diplom o'zi yonimda yo'q dedim. Ular QR kodini skanerlab, ishga qabul qilsak bo'ladi sizni deb aytishdi. Rossiyada. Zo'r. Lekin men Rossiyada ishlashni xohlamadim. Anora, sizga kattakon rahmat vaqt ajratganingiz uchun, ishingizdan ortib. Kelajakda ishlaringizga rivoj, muvaffaqiyat tilab qolamiz. Rahmat. Xo'p. Muattarapani 3-potok pro kurslariga qabul boshlangan. Pastda Muattarapani o'zlarini shaxsiy nomerlarini qoldiramiz. Telefon qilib, joylarni band qilsanglar bo'ladi. 3-potokka faqat 6 ta o'quvchi qabul qilaman dedilar. O'shaning uchun tezroq joylarni band qilib olinglar.